Haj 2025 mavsumi qachondan boshlanishi ochiqlandi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistondagi 2025-yilgi haj mavsumi joriy yilning 13-may kunidan boshlanadi. Bu haqida O'zbekiston musulmonlari idorasi xabar berdi. Unga ko'ra ushbu sanadan e'tiboran 28-mayga qadar har kuni Saudiya Arabistoniga aviaqatnovlar amalga oshiriladi. Ziyoratchilar respublikaning 9 ta hududidagi Toshkent, Buxoro, Namangan, Samarqand, Qarshi, Termiz, Urganch, Navoiy va Nukus shahridagi aeroportlar orqali Madina shahriga to'g'ridan-to'g'ri uchadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi haj tadbirlarini tashkil etish bo'yicha tayyorgarlik ishlari ayni paytda ham jadal davom etayotganligini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, barcha ziyoratchilar tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan, emlash ishlari olib borilgan, guruh rahbarlari va shifokorlar biriktirilgan, safar oldidan amaliy mashg'ulotlar tashkil etilgan hamda barcha hujjatlar rasmiylashtirilgan. Shuningdek, har bir ziyoratchiga haj buyuk ibodatdir qo'llanmasi, sumka, nimcha, termos, soyabon, sim-karta va quvvatlagich beriladi. Eslatib o'tamiz, 2024-yilgi haj mavsumi O'zbekistonda 23-maydan boshlangan edi. Eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.